Prezident Shavkat Mirziyoyevning Andijon viloyatini kompleks rivojlantirish bo'yicha ustuvor vazifalar yuzasidan yig'ilishi davomida Andijon shahrini viloyatning 8 ta hududi bilan bog'lovchi jamoat transporti mavjud emasligi oqibatida kuniga 80 ming aholi viloyat markaziga 20 mingga yaqin yengil transportda kelishga majbur. Tig'iz paytda Andijon shahridagi tirbandlik 7-8 baliga chiqib ketmoqda. Vaholanki bitta kichik avtobus kuniga kamida 400 nafar aholiga xizmat ko'rsatib, 25 ta yengil mashinani o'rnini bosadi. Mutasaddilarga tadbirkorlar bilan uchrashib, yangi marshrutlar va viloyat sharoitiga mos avtobus rusumlarini aniqlab, taklif berish topshirildi. Davlatimiz rahbari Andijon shahri bo'yicha muhim bir tashabbusni aytdi. Shahar markazida Andijon turmasi nomi bilan tanilgan 3-son tergov hibsxonasi joylashgan. Kundan kunga shahar ko'rkiga ko'r qo'shilib turgan vaqtda 100 yil oldin qurilgan bunday sovuq binoning markazida bo'lishi noto'g'ri ekani qayd etildi. Shu bois bu obyekt shahar chekkasiga ko'chirilishi, o'rnida zamonaviy ko'ngilochar savdo va servis markazi barpo etilishi belgilandi.